Bu sizning oylik maoshingiz. Uni bu yerda sanamang. Azizim, men bugun ishchilarimning biriga qo'shimcha $700 berdim. Yo'q. Rahbar adashib menga $700 berib yuboribdi. Menga bering. O'zim kelganlarda berib qo'yaman. O'sha ahmoq rostdan ham pulni qaytardimi? Sen rostdan ham qaytaradi deb o'ylaysanmi? Men sizni oyligingizga qo'shimcha $700 bergan edim. Lekin siz uni haligacha qaytarmadingiz. Xo'jayin, men kecha uyingizga borib xotiningizga bergan edim. Agar menga yolg'on gapirayotgan bo'lsangiz, umringizni qamoqda chiritaman. Xo'jayin, men rost gapiryapman. Ishonmasangiz, uyingizdagi kuzatuv kamerani tekshiring. Shunda kim haqligini bilib olasiz. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nega menga u yolg'on aytdi? Nega u menga to'g'ridan to'g'ri ko'zlarimga qarab yolg'on gapirdi? Men kuzatuv kamerasini ko'rdim. U senga pulni o'z qo'llari bilan bergan. Sen esa menga qarab yolg'on gapirding. U bu videoni sun'iy intellekt yordamida soxtalashtirgan. Nega menga ishonmaysiz? Haqiqat nimada o'zi? Kimga ishonay? Ammo u mening rafiqam. Balkim u ahmoq ananas meni aldashga urinayotgandir. Ofitser, meni diqqat bilan eshiting. U ahmoq ananas $700 pulimni o'g'irladi. Uni hoziroq hibsga olishingizni xohlayman. Xo'p bo'ladi janob. Biz shu ananasning uyiga ketyapmiz. U nima bo'layotganini ham sezmay qoladi. Ha.